Har yili 27-iyun yurtimizda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan Nodavlat va notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi tomonidan tadbir tashkil etildi. Unda o'z faoliyati orqali ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratgan, aholi muammolarini ko'targan jurnalist va blogerlar taqdirlanishdi. Nodavlat notijorat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, jamiyatda faol fuqarolikni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining beqiyos hissasini e'tirof etishni maqsad qilgan tadbirda O'zbekiston Nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi va O'zbekiston Nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi xodimlari, yetakchi ommaviy axborot vositalari vakillari va tajribali jurnalistlar ishtirok etishdi. Avvalambor O'zbekistondagi islohotlarni nafaqat O'zbekistondagi fuqarolarimizga, balkim xorijiy davlatlardagi ommaviy axborot vositalariga amalga oshirilayotgan islohotlarni yetkazishda bizni eng birinchi yaqin hamkorlarimiz bu ommaviy axborot vositalari bugungi tadbirimizda ishtirok etgan bizni hamkorlarimiz bo'lishadi. Shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlarining inson huquqlari, yoshlar masalalari, atrof muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy tenglik va mahalliy tashabbuslarni targ'ib qilishga qaratilgan faoliyatini xolis va tizimli yoritib kelayotgan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbir yakunida esa nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari o'rtasida hamkorlikni yanada rivojlantirish, birgalikda loyihalar amalga oshirish hamda jamiyat uchun muhim ijtimoiy mavzularni yoritish masalalari kelishib olindi. Zarnigor Tolibova va Javohir Mirzayev, Zahro Kozimjonova, Ovozi informatsion dasturi uchun Toshkent.